Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga dapanja qilishni, o'zim uslubimda dapanja qilishni ko'rsataman. O'zim uslubimda deganim, men dapanja qilishni o'rgangandan keyin uyg'urlardan ba'zi bir narsalarni qo'shdim, ba'zi bir narsalarni olib tashladim, eksperimentlar qilib. Hop, go'shtni qanaqasidan tanlaymiz? Go'shtni eng yaxshi qismi u perzola. Ya'ni bitta dona kichkina suyak bo'ladi, bu son qismi o'zi tovuqniki va terisi bo'ladi. O'zbekistondagi tovuqlarning terisi juda ham yupqa. Terisi bilan pishirsangiz bo'ladi, lekin Turkiyaniki tovuqlarning beti juda ham qalin, juda ham yo'g'on, me'daga tegadigan darajada, xuddi dumbaga o'xshaydi. Shuning uchun men ularni shilib tashlayman, alohida ajratib va ovqatga qo'shmayman. Va kesayotganimizda biz nima qilamiz? O'rtacha mana shunaqa qismdan, mana chuchvaradan kattaroq qismdan taqsimlaymiz va suyakli joyidan o'ramiz. Suyakli go'sht har doim mazali bo'ladi. Sababi men dapanja qilayotganda ko'krak qismidan ham pishirib ko'rdim. Suyakli qismi va aynan shu perzola qismi hozirgi kunda yaxshi chiqyapti. Mana shunaqa qilib kishiga bitta odamga mana shunchadan qilib taqsimlab yig'amiz go'shtni endi. Endi necha kishiga qilayotgan bo'lsangiz, qozon har doim kattaroq bo'lgani yaxshi. Ani tor joyda taom yegandan ko'ra keng joyda taom yegan yaxshi deydi-ku. Kalta emas. Ular qozonni kattasini oling bitta. Yaxshi qozon, yaxshi qizishi kerak. Agar olov past bo'ladigan bo'lsa, unda yupqa qozon olish kerak bo'ladi. Ya'ni vokka o'xshagan o't yupqasidan. Mana bunaqa qozon bo'ladi. Bu juda tez qiziydi va yaxshi qiziydi. Mana shunaqa qozonni olib qo'ysanglar bo'ladi. Menimcha O'rozorda, Chinni bozorda bo'lsa kerak. O'zi ovqatingizni birov maqtashni boshlagandan keyin sekin o'zi instrumentlarni yig'ishni boshlaykansiz. Undan tashqari, qozondan tashqari mana bunaqa pichoq ham olib qo'yinglar. Ya'ni bolta pichoq. Nimaga? Misol uchun chesnok to'g'rayotganda urib uni parchalab tashlash uchun joyida. Keyin o'zlarini o'zbekcha pichoqlarni og'irligi bo'lmaydi. Bular og'ir bo'ladi. Misol uchun bitta tursangiz tars etib bo'lib yuboradi. Yog'ni men taxminan 350-400 gram soldim. Misol uchun 350-420 gram bo'lib ketsa-chi nima bo'ladi? Yo'q, hech narsa bo'lmaydi. Sababi biz yog'ni to'kib tashlaymiz. O'shaning uchun qo'rqish kerak emas bu narsadan. Endi dapanjini qip-qizil bo'lib chiqishiga, tovuqning go'shtlari qip-qizil bo'lib chiqishiga sababchi bo'ladigan narsa unga shakar solinadi. Endi qaranglar, shakarni qanaqa solinadi? 1 qoshiq, 2 qoshiq. Odatda retsept ko'rsatgan 2 qoshiqcha solishadi. Men 4 qoshiq solaman. Chunki go'sht pishgandan keyin sho'rvasi bilan pishgandan keyin bu shakarlar yo'q bo'lib ketadi o'zi. 4 qoshiq soldim. Hech bir qo'rqmanglar. 350-400 gram yog', 4 qoshiq shakar. Endi bu ko'pirib chiqish kerak. Bu bizga nimani beradi? Ana shokoladniy bo'lib chiqishiga sababchi bo'ladi go'shtimizni. Hozir kutamiz ozgina ko'pirishini. Mana shunaqa qilib ko'pirishni boshlaydi. Qorayishni boshlayotganda nima qilamiz? Bismillah, Allohu akbar deb mana shu 2 kishiga tayyorlangan. Nimaga bu yerda go'sht ko'p 2 kishiga desangiz, dapanja qolib ketadigan ovqat emas. Hech qachon qolib ketmaydi, ishonavering. Bismillah. Mana yog' ko'pligi go'shtni qamirib oladi. Biz go'shtni qancha pishiramiz? 20 minutda любой tovuq go'shti pishadi. 20 minutda uzoq. Tartishga ham. Demak, 20 minut ichida biz yog'ni to'kib olmay turamiz. Aralashtiramiz, hamma yog'i bir xil qizarib olishi uchun. Qaranglar, uje ishtahali rangda kirdi uje. Yemana degan anaqa nido chiqyapti qozonning ichidan. Lekin biz rahm qilmaymiz go'shtga, sababi o'ziga kelib olgandan keyin biz hali ulfatga yoniga kartoshka ham qo'shamiz. Taxminan 3 minutcha bo'ldi. Mana qaynaganiga yog'da mana rangini ko'ryapsizlarmi? Mana shu haqiqiy dapanjining rangi bo'ladi. Ya'ni qip-qizil bo'lib chiqish kerak. Hali bundan-da qizaradi, lekin bu boshlanishi. Taxminan bir yog' yaxshilab qamirib olgandan keyin endi bunga kartoshkani qo'shamiz. Kartoshkani ta'bizga qarab shu 2 kishiga porsiya qilib to'g'raysiz. Qancha kartoshka yirik bo'lmasa, shuncha tezroq pishadi. Oddiy mantiq. Yirik bo'lsa 20 minutda pishadi. Kartoshkaligidan ortmaydi. 20 minutdan yog'ga o'ta olmaydi.
sekin suvlarni oqizmasdan kartoshka so'raman. Nimaga? Suv yog'ni o'ldirib qo'yadi. Yog'ni quvvatini o'ldirib qo'yadi. O'sha uchun kartoshkani o'zini so'raman. Marinovkaga nima sepilgan? O'sha zira, kashnich, tuzi tolqon qilinganligi, ya'ni qovonchada tolqon qilinganligi. Ahamiyat bersanglar, hozir tuz solmadim. Ziravorlar ham solmadim. Hech narsa solmadim. Yo tovuq ham marinovka qilinmagan edi. Lekin marinovka qilaman siz, bismillah. Zira, badiyan, mana bunaqa yulduzchalar bor bilsanglar. Badiyan deydi. Shuni talqon qilasiz. Bu go'shtga juda ajib ta'm beradi. Zira, kashnich, badiyan, tuzni talqon qilib go'sht marinovka qilib qo'ysangiz bo'ladi. Lekin men cherezni uyda dapanni pishirganligim uchun marinovka ham qilib o'tirmayman. Shunday o'zim pishirib yubordim. Hozirgi damda qozonda marinovka qilinmagan go'sht va kartoshka. Ana endi mana ranglarni olishini qarang. Mana shu hammasi shakarli mehnati bo'ladi, qizarishi. Qip-qizil bo'lib chiqadi va kartoshkani ichigacha singib ketadi mazasi. Endi tasavvur qilinglar. Qalampir, tuz, shakar bitta joyda ulfatchilik qilgandan keyin qanaqa rohat, lazzatli taom chiqadi. Ana endi mana shu qozonni bir-bir aralashtirib, taxminan 15 minut qiynayman bularni. Yog'da pishishiga qiynayman. Sababi buni usti rezinkaga o'xshab uprugi bo'lib qolishi kerak, qo'ziqoringa o'xshab va ichi yaxshi pishib olishi kerak. Undan keyin yog'ni biz to'kib tashlaymiz. Hozir biz yog'da qaynayotgan jarayoniga zanjafilni solamiz. Zanjafilni ingichka qog'ozdek qilib to'g'rab solamiz. Bu o'zi ta'xir achchiq narsa bo'lgani bilan oshqozonga, ozishga, sog'lom hayot kechirishga juda katta foydali narsa va hadislarda ko'p zikr qilingan. Zanjafilni solamiz, xuddi piyozni tolalarini solgandek. Tabizga qarab, lekin maslahat bergan bo'lardim, har bir ovqatga zanjabil solib yeyishni, hatto u ta'xir bo'lsa ham. Nimaga? Oshqozonga juda ham shifo bu narsa. Ishonmasanglar, ana sog'lom hayot targ'ib qiladigan psixologlaringizdan so'raydi. Mana endi buni qarang-da, rangini. Ko'ryapsizmi? Mana zanjabilni ham pishib ketdi, shokoladniy bo'lib. Siz aytishingiz mumkin, davay, Miraziz non botirib urib ham bo'ladi-yu, zo'r pishdi-ku. Yo'q. Hali buni yanada go'zal qiladigan ishlar bor. Endi biz nima qilamiz? Mana bunda go'shtni olamiz. Sababi yog'ni to'kib tashlashimiz kerak. Ya'ni yog' nimaga olinadiki, non botirib yeganda sho'rvasiga me'dangizga tegib qolmasligi uchun, ya'ni qoshuqlab sho'rvasini ichishingiz uchun. Shu maqsadda men yog'ni olib tashlayman. Bu meni o'zimni shaxsiy tajribamdan kelib chiqqan narsa. Oldin yog'ni kamroq solib qilib ko'rdim, yog'ni ko'proq solib qilib ko'rdim, baribir sho'rvasi me'daga tegdi-da, yog'li bo'lganligi uchun. Shuning uchun yog'ni batamom to'kib tashlash uslubini kashf qildim. Albatta oramizda Uyg'urlar e'tiroz bildirishi mumkin. Shuning uchun videoni boshlatdim. Bu meni o'zimning uslubim. Ana endi mana yog'ni olib tashladim. Men bu qozonni kuygan emas, bu shokolad, ya'ni shakar solganimizniki. Bular yo'q ketadi suv solganda. Piyozni solaman. Piyozni solib, endi buni devorlariga chiqarib olaman qozonni. Mana. Piyozni hozir suvi ham chiqadi. Men bu shokoladlar ham eriydi. Va aylantirib olaman. Mana o'zi piyozni yoqimli hidi ham chiqadi. Piyoz o'zidan shakar chiqaradi. Ya'ni qozonni qoraligi sizni qo'rqitmasin. Bu shunchaki shokolad, ya'ni kuymagan, yoqish qolmagan hech narsa. Boya biz 4 qoshiq shakar solganmiz. O'shanisi. Mana piyozimizni ozgina o'ziga kelib olishini kutamiz. Olov baland, olovni umuman pasaytirmadim. E'tibor qiling, sababi Uyg'ur taomlari baland olovda issiq pishiriladi va jami dafanja pishish uchun uzog'i yarim soat yetadi. Soat 15 minutdan qovurdim go'shtni. Endi 15 minut qolgan narsalarni pishiraman. Bu degani agar sizni go'shingiz pishsa 15 minut davomida bo'ldi, ovqat pishdi degani. Sabzavotni biz pishirmaymiz, uni qizdiramiz xolos. Mana endi buni ustiga go'shtni qaytib solamiz.
Endi qiladigan ishimizni bir qoshiq solamiz va bo'lsa mana bunaqa uyg'urcha ovqatga soladigan bor. O'zimiz asl ichida qalampir bor, zira bor, kashnich, mana shunaqa narsalar o'zingiz tayyorlasangiz ham bo'ladi. Bo'lmasa uyg'urlardan olsangiz bo'ladi. Bundan ham bir yarim qoshiqcha solamiz. Achchiq narsalar va qaynoq suvda sho'rva tayyorlab olamiz. Ya'ni mana shuncha qilib. Hop, buni men ertaman tomatimizni va ichida anu achchiqlik eryapti. Ovqatimiz o'ta achchiq bo'lishi kerak. Chunki haqiqiy ovqatda odam huvlab, peshinalari tillab, rohatlanib yeyish kerak. Ovqat yeyotganligini his qilish kerak. Mana eritgandan keyin tegida esinglarda bo'lsa piyoz suvida. Ana. Endi birov aralashtirib qo'yamiz. Olovimiz pasaymagan, e'tibor qilinglar. Balaligicha turibdi. Mana qozonimiz ham tozalanib ketdi. Anu shikalatning joylarini ko'rasizlarmi? Yorib qoldi. Sababi ular kuygan emas edi. Ular shikalat edi. Ana endi biz bunga nimalarni qo'shamiz? E'tibor qilinglar. Tuz. Tabizga qarab, men tuzni ko'p solmayman, sababi hozir soya ham solaman. Soyaning ichida tuzi ko'p bo'ladi. Zira bilan kashnitchi tolqoni, ya'ni maydalangani. Badiyan bu xushbo'ylikni beradi. Bir 3 ta 4 ta dona solsangiz yetadi. 3 ta ham yetadi o'zi. Mana yuzuchalar katta qilib badiyandan solamiz. Qalampir solamiz. Mayda qurtilgan qalampir bo'lishi kerak. 1 2 3 4 5-6 ta ketsa ham bo'laveradi. Sababi million darajada achchiq bo'lishi kerak suvi. O'shanda xamir bilan tortilganda siz achchiq taom yeysiz va xamir bilan uni balansini olasiz. Hop, bitta ikkita lavr anaqalar bargida va koritsadan bitta ikkita mana. Va maydalanmagan kashnich. Bu juda ham rohat beradi anaqa. Go'sht bilan birga og'izga kirib qolsa kashnich. Keyin mana bunaqa narsa bor. Buni anaqa deyiladi. Miyata deyiladi, lekin ham achchiq ham miyata, ya'ni lablaringizni jimillataveradi taom yeyotganingizda. Mana shundan ozgina mana shuncha sovoramiz bir qozonga. Uchrab qolganda lablaringizni jimillatib olish uchun. Xullas, polniy romantikadan tashkil topgan bu ovqat. Ozgina suv qo'yamiz. Ko'mas qilib. Endi kimdir dapanjani suvli bo'lishini yaxshi ko'radi, kimdir quyuqroq bo'lishini. Bu ham sizni tabizga qarab. Yana oddiy koreyskiy soyada bir qoshiqni, yarim qoshiqni solamiz. Bu ta'm uchun va tuz vazifasini ham ayni shu bajaradi. Hamma qo'shadigan narsalarni 80% ni qo'shib bo'ldik. 100% demoqchi edim, hali sabzavotlarimiz bor bizlarni kutayotgan. Endi nima qilamiz? Ozgina bitta aralashtirib olib, tuzini ko'ramiz. Go'shtimiz yog'da pishib bo'lgan edi. Hozir просто bizlarning hurmatimiz uchun qaynab beryapmiz. Hozir qalampirlarning mazasi chiqishi kerak, achchiqlarning mazasi chiqishi kerak. Tuzini ko'rganingizda o'sha shikolatni his qilishingiz kerak va achchiqlikni ham his qilishingiz kerak. Mana qattiq qaynab turgan bo'lsa, o'sha yerdan olamiz. O'sha yerda haqiqat bo'ladi. Ozgina olib tuzini ko'ramiz.
Mana shu tuzini ko'rganingizda siz уже rohatlanishingiz kerak, yegingiz kelishi kerak ovqat. Ya'ni shunaqa darajada bo'lishi kerak. Bismillah. Yaxshi ham odam o'zini o'zi maqtash mumkin emas. O'zimni zo'rg'a tiyib turibman. Ovqatimizni hisob pishdi. Misol uchun 15 minut yog'da pishgan bo'lsa, mana hozir 5 minut mana qaynadi. Pasti pishdi. Hozir уже kelib qoldi. Aytaman, yarim soatdan oshmaydi bu ovqat. Shuning uchun men erinmasdan videosini qo'yaman. Endi mana shuncha miqdorda mana bu yerda 2 kishilik, ya'ni bitta qizil balg'ari, bitta ko'k balg'arini solamiz. Ko'pchilik dimlaydi, qopqog'ini yopadi. Men dimlamayman. Atiga 2 minut yo 3 minut pishishiga qo'yib beraman. Faqat aralashtirib olaman. Sababi dimlanganda bu yumshoq qoladi. Ovqatda bu kirtillab turishi kerak, rangli bo'lishi kerak. Va kirtillab turishi kerak. Bo'ldi. Bu meni shaxsiy o'zim retseptim, o'shaning uchun siz dimlashingiz ham mumkin balkim. Lekin shalpayotgan balg'ari bilan kirtillab turgan balg'arning farqi xuddi 40 yosh. Xullas, tetik bo'lish kerak balg'ar. Mana balg'arimizni 3 minut pishdi. 3 minut tirik bo'lish kerak. Endi nima qilamiz? Chesnokni yirik solamiz. Sababi biz oilamiz bilan chesnok xo'rimiz va salomatligiga foydali bo'lganligi uchun chesnokni maydalab yuvib ketadigan ushoqda yig'ib tashlaymiz. Hamma retseptlarda ovqatda boshida solishadi. Chesnokni men oxirida solaman. Farqi shunda meni retseptim. Ya'ni 2 minut pishadi chesnok. Ya'ni achchiqligini yo'qotadi xolos, lekin kirtilab turish kerak. Va chesnokni ketidan mana shuncha miqdorda ko'k piyoz so'raman. Ko'k piyoz bu salomatlik. Shuning uchun buni ayamaymiz va endi aralashtirib qozonni qopqog'ini 2 minutga yopishimiz mumkin, mayli. Anaqalardan ajrab qolmay, po'rlardan. Nimaga? Ko'k piyozimizni haroratni o'ziga olib olishi uchun. Mana rangini qarasanglar-chi, ovqatni subhanalloh. Rang-barang piyozlari bilan tars-turs kirt-mirt. Endi nima qilamiz? Ozgina suv ham solamiz, sababi bulyoni bo'lsa, ani non botirib yeyishga yoki alohida piyolaga solib simirib yeyishga ham zo'r bo'ladi. Mana doim qaynab turadigan mana ikki etajli turistlik choynak bor. Bu doim issiq suv ushlab turadi. Shunaqa olib keltirib olinglar Turkiyada. Doim issiq suv, qaynagan suv yoningizda turadi. Mana suv sovuqmi? Me'yorida mana. Bo'ldi. Endi ko'k piyozimizni haroratni olishi uchungina biz ozgina kutamiz. Endi suzamiz, pasti suzamiz. Hisoblaylik, 25 minut go'sht pishdi. O'shandan 15 minutda yog'da, qolgani anaqada suvda va 3 minut bolgarskiy qizib oldi va 2 minutga hozir qozonni qopqog'ini yopamiz. 2 minut qozonni qopqog'i yopib turdi, osh ovqatimiz pishish jarayonida. Endi dapanjini suzamiz. Mana o'zingizlar baho berasizlar. Rovna 30 minut sarflandi. Bismillahirrohmanirrohim. O'zi bu yoqqa xamir yotqizish kerak edi, tagiga bir qator qilib. Biz endi cherezdan dapanji pishirganligimiz uchun xamir qilishga ulgurmadik ham, xohisham bo'lmadi. Xullas Uyg'ur oshxonalariga borsanglar xamir bilan berishadi. Xamir bu balansirovka, ya'ni achchiq go'sht yeganda, achchiq qalampirlarni yeganda xamir bilan balans olish uchun. Oldingizda ko'p salfetka tursin, peshanangizni artib turishdi. Sababi terlaydi peshanangiz. Mana bunaqa qaynoq ovqat yeganingizdan keyin mana qalampirlarni qarang, subhanalloh. Sousini ham quyib yuboramiz. Ana endi bunga xohlasangiz oqsidini sepishingiz mumkin, ya'ni ko'rinishi restoranlarnikiga o'xshash uchun. Haqiqiy sevgi mana shu bo'ladi. Eri ayoliga shirin ovqatni qilib berishi bo'ladi. U anu qo'linglarni sercha qilib olib dengiz bo'yida anu oyga qarab rasmga tushish emas Instagramda. Mana sevgi. Men hayron bo'lardim, nega o'rtoqlarim cho'keda yeyishadi. Odamga o'xshab mana vilka bor, qoshiq bor-ku dedim. Cho'keda anu
Bolg'arlarni dona-donalab, go'shtlarini dona-donalab olib yeyishga cho'kay zo'r ekanda. Mana sanchafillarni, chimchi ham o'zani mahsulot uyda qilingan. Buni ham bir vaqtim bo'lganda anaqasini ko'rsatib beraman, retseptini, koreyskiy chimchi. Endi bu nonni Turkiyada yopishadi, simit deyiladi. Xullas, mana anaqamiz pishdi, tapanjimiz. Bismillah. Aytdimki, asosiysi sabzavotlari tiri bo'lishi kerak. Chesnogi ham, piyozi ham, ya'ni ezilib qozonda yo'qolib ketishi kerak emas-da. Chesnoklari dirkillab turishi kerak va o'lib qolmagan bo'lishi kerak. Buning uchun 3 minutdan oshib pishirish kerak emas. Uzog'i 2 minut, 3 minut.